Joriy yilning 19-dekabr kuni o'zgacha shukuh bilan O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida birinchi qor partiyasi tashkil etildi va bu talabalar uchun unutilmas xotiralarni taqdim etdi. Mazkur tadbir universitet rahbariyati tashabbusi bilan tashkil etilib, talabalarga bayramona kayfiyat ulashdi. Tadbir davomida universitet hududida maxsus bayramona muhit yaratildi. Talabalar faol ishtirok etib, qish va yangi yil arafasidagi bayramona shukuhni birgalikda his qildilar. Tadbir davomida talabalar uchun issiq taomlar, shirinliklar hamda yangi yil ramzi bo'lgan mandarinlar tarqatildi. Albatta atmosfera yaxshi, chunki birinchi qor yog'di. Mana qarang, salqin, chiqsangiz yuzingiz tarang bo'lib turadi, qizaradi. Biz ko'p endi janubda yashaymiz. Shuning uchun sovuq kelishi, qor yog'ishi, mana shu bizda garchi bu urf paydo bo'lmagan bo'lsa ham, lekin bizda qanaqadir bolalikka qaytaradi-da. Qanaqadir bir kayfiyat beradi. Yomon joyi yo'q deb o'ylayman, chunki sizga emotsiya beradi. Biz o'zimiz e'tiqodimizga egamiz, lekin bu qanaqadir shu bugungi kunda dekoratsiya, bugungi kunda qanaqadir bir syujet. Shuning uchun biz talabalar uchun bugun birinchi qor partiya qildik. Mana hozir ularga norin tarqatdik, salat berdik va biz yoshlarimizni bugun kayfiyatini ko'taramiz. Chunki ular yaqinda ta'tilga ketishadi. Uyga yaxshi kayfiyat bilan borish kerak, yaxshi kayfiyat bilan qaytish kerak. Bu juda ham muhim. Bugun rektorimiz tomonidan tashkil etilgan yangi yil tadbiri bo'lib o'tyapti. Bu tadbir juda ham quvnoq bo'lyapti va atmosfera juda ham zo'r. Rektorimiz shu qadar mehribonki, har bir talabalar bilan o'zi birgalikda suhbat qurib, biz uchun sovg'alar beryapti. Bu tadbir juda ham esda qolarli bo'ladi deb o'ylayman. Boshqa universitetlarga qaraganda universitetimizda bayram tadbirlari juda ham keng nishonlanadi va atmosfera juda ham zo'r. Barchani kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan O'zjoku universiteti tomonidan va o'zim nomidan tabriklayman. Shu universitetimizda bugun bayram bo'lyapti. Hammani kayfiyati bayramona ko'rib turibsizlar, a'lo darajada. Kirib kelayotgan 2026-yilda hammaga baxt, saodat tilaymiz va har doim kayfiyatlar shunaqa yaxshi bo'lsin. 2025-yilda erisha olmagan niyatinglarning hammasiga 2026da ortig'i bilan erishishinglarni tilab qolamiz. Ushbu jarayon yangi yil oldidan ezgu tilaklar va ijobiy kayfiyat ramzi sifatida e'tirof etildi.